Qishin yozin oyog'iga paypoq kiyib istalmaydiganlar, ko'rpachaga tiqib istalmaydiganlar, oyog'i doim muzlab yuradiganlar diqqatiga. Bu qon yetmayotganidan emas do'stlar. Ko'pchilik adashadi. Qon yetmayotgan, qon yetib bormayotgan yo'q o'rtoqlar, bundan emas. Aslida bu ichki organizm, jigar, buyrak yoki oshqozon yallig'langanidan, yaxshi ishlamayotganidan dalolat. Chunki ichki organizmingiz aqlli, ichki taningiz aqlli bo'ladi. Bular buyrak, jigar, oshqozon yaxshi ishlamasa bo'ladi, isitish uchun bo'ladi, ushlab qolishlik uchun bor energiyasini shularga sarfladi. Oxirgi o'rinda oyoqlaringiz qolib ketadi do'stlar. Buning uchun siz erta tongda har kuni iliq suvni ichishingiz kerak bo'ladi do'stlarim. Imkon qadar kechasi ovqatlanmaslik kerak va eng muhimi doim o'zingizni asrab, belingizni issiq tutib yursangiz, inshaalloh mana shu kasalliklardan o'tib ketishingiz mumkin do'stlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.